Gümeyrim maşın tutup 60 kilometr yolunu besip Atay'dan mening oyimga dapanji egilib kepti. Uning deyishicha men dapanjini sirtnikidan bek o'xshatdi ekanman. Undaqda buni qanday qatdimki, qinamiz birlikda o'rganaylik. Avval yangi to'xidan birini videoda ko'rsatgan bo'yicha sal cho'ng'aroq qilib to'g'rib olamiz. To'xi go'shidagi qon, qilqatlarni chiqarib yetish uchun suvoq silib birlik qaynatib ko'pikchilarini pakis elib etamiz. Undan keyin to'xini suzib elib olamiz. Diqqat qildigan ishlar bek uzun pishirib yetishga bo'lmaydi. Faqat ko'pikchilarini chiqarib lam elib olsak bo'ldi. Undan keyin buni suvoq suv chaqmaymiz. Ko'pikchilar bilan pakis chiqib ketadi qonlari. Undan keyin o'zinglarning yoqtirishi bo'yicha achchiqroq yeyishni yaxshi ko'radiganlar shundaq lapizlardan chiqaroq silib suv bir besib olsanglar ta'mi ajoyib bek payiz chiqadi. Bunun yetarlik saylarni dimsami ko'rib bilib oldinglar qachon yangi qizillar, ko'klazlarni bekmi cho'ng emas, bekmi kichik emas qilib to'g'rab tayyorlab olamiz. Endi qozon muvofiq miqdorda may qo'yib, yarim cho'mich atrofida shakar silib, tekshi elashtirib olamiz. Shakar erib, mushta ustiga chiqqan amatlam to'xini silib, bir shikki qo'rvasak rangi intayin chiroyli qizirdi. Undan keyin zanjivil, lapiza, kauchindimi 5-6 tal silib, bir shikki qo'rvatgandan keyin cho'ng stamning dapanji tetitqisidan bir bo'loq silib etamiz. Mushu dapanji yasam ta'minni rangini yaxshi chiqaramayotma degan xonim qizlarimiz bir ishlatib sanab baqsanglar bo'ldi. Cho'ng ustamning cho'ngliqi bor sizlarning oshpaz ustam qilib yetadi. Endi to'qchilashqidek lam suv qo'yamiz, suvni bekchib qo'yib atmaymiz. Qozon qaynagandan keyin samsaq, so'ng piyoz, yanyon silib 15 minut atrofida dumlab pishirib olamiz. Ko'rib mishay kapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib elinglar. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuq say darsikimizni 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran ustidagi nomer shu. Yangi pishqandan keyin ko'ksaylardan silib bir shikilashtirib lam taqsiga olsak bo'ldi. Ko'rib turganinglardek ta'miga, rangi kep ketmaydigan ajoyib yeyishlik bo'lgan dapanjirimiz tayyor bo'ldi. O'rganib oldingizmi? Qiynamsizmi etib sinab beqing.